Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz avtomobil yo'llarida qishki sirpanchiqni bartaraf etish ishlari bo'yicha. Reja. Qishki sirpanchiq turlari. Sirpanchiqqa qarshi kurashning kimyoviy usuli. Qum-tuz aralashmasining qo'llanilishi. Sement-beton, g'adir-budir, silliq qoplamalar va ko'priklarda sirpanchiqni bartaraf etishning o'ziga xos xususiyatlari. Qishki sirpanchiqni bartaraf etish ishlarini tashkil etish. Qishki sirpanchiq turlari. Yo'lda sirpanchiqni yuzaga keltiruvchi qor-muz qatlamlari tabiiy holati va tashqi belgilariga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi. Bo'sh qor, zichlangan qor, oynasimon silliq muz. O'ziga xos xususiyatdagi sirpanchiqning bu ko'rinishlariga qarshi turlicha texnologik chora-tadbirlar ko'riladi va belgilangan normada muzlamaga qarshi materiallar ajratiladi. Qalinligi bo'yicha bir tekisda bo'lgan bo'sh qor shamol bo'lmagan ob-havo sharoitida qor yoqqanda yuzaga keladi. Yangi yoqqan bo'sh qor zichligi 0,6 dan 0,2 gram santimetr kubgacha bo'ladi. Tarkibidagi namlikning miqdoriga ko'ra qor quruq, nam va ho'l holatda bo'lishi mumkin. Bunday atmosfera yog'inlari natijasida g'ildirakning qor qoplagan qoplama yuzasi bilan ilashish koeffitsiyenti 0,2 gacha kamayib ketadi. Qorda qotgan yuza har xil qalinlikdagi bir necha millimetrdan bir necha 10 millimetrgacha qorning zichlanishi oqibatida yuzaga kelib, zichligi 0,3 dan 0,6 gram santimetr kubgacha bo'ladi. G'ildirakning qotgan qor yuzasiga ilashish koeffitsiyenti 0,1 dan 0,125 ni tashkil etadi. Eng ko'p sodir bo'ladigan bu ko'rinishdagi sirpanchiq yangi yoqqan qorning avtomobil g'ildiraklari bilan zichlanishi oqibatida yuzaga keladi. Oynasimon muzlama 1-3 mm qalinlikda silliq va ba'zan 10 mm va undan ortiq qalinlikda g'adir-budir muz qatlami ko'rinishida bo'ladi. Oynasimon muz qatlami zichligi 0,17 dan 0,9 gram santimetr kub bo'lib, ilashish koeffitsiyenti 0,108 dan 0,115 ni tashkil etadi. Oynasimon muzlama sirpanchiqning eng xavfli ko'rinishi hisoblanadi. U havo harorati sovuq bo'lganda, yomg'ir yog'ishi yoki bulduruq tushishi oqibatida haroratning keskin ortishida qizib ulgurmagan sovuq qoplama yuzasida, shuningdek, erib ulgurmagan yomg'ir suvlarining muzlashi natijasida vujudga keladi. Oynasimon muzlama odatda -30, -60 sovuq haroratda paydo bo'ladi. Xira oqishroq ko'rinishdagi muz qatlami qalin tuman bo'lib, shamol esganda havo harorati 0 gradus atrofida bo'lganda yuzaga keladi. Sirpanchiqqa qarshi kurashning kimyoviy usuli. Kimyoviy usul yo'lning qatnov qismini undagi qor-muz qatlamini bartaraf etgan holda saqlash imkonini beradi. Bu usul yuzaga kelgan sirpanchiqni bartaraf etishda, shuningdek, uning oldini olish bo'yicha choralar ko'rilganda qo'llaniladi. Sirpanchiqning oldini olish choralari qor yog'ayotganda transport vositalari ta'siri natijasida zichlangan yuza hosil bo'lmasdan oldin amalga oshiriladi. Yupqa muz qatlami ko'rinishidagi sirpanchiqni to'la eritib bartaraf etish kerak. Yo'ldagi yangi yoqqan qorning muzlashdan hosil bo'lgan sirpanchiq esa qisman avtomobil g'ildiragi ta'sirida zichlashmaydigan bo'sh muz qatlami hosil bo'lganga qadar eritiladi. Qatlamlar qisman eritilganda hosil bo'lgan ho'l qor-muz qatlamli yuzalarida 3.12 va 3.13 bandlariga asosan mexanik tozalov ishlari amalga oshiriladi. Sirpanchiqni bartaraf etishning kimyoviy usuli kimyoviy moddalar, asosan xloridlar ishlatilishiga asoslangan bo'lib, bunda kimyoviy moddalar ta'sirida erigan qor-muz qatlamlari sovuq haroratda qaytadan muzlamaydigan eritmalarga aylanadi. Xloridlar tarkibiga ko'ra bir jinsli va bir necha xil tuz aralashmalaridan iborat bo'lishi mumkin. Qattiq holatdagi xloridlar donador yoki zichlangan donador ko'rinishida bo'ladi. Suyuq xloridlar imkon qadar yuqori konsentratsiya bilan ishlatilishi kerak. Tarkibidagi erigan tuz 50 gram detsimetr kubni tashkil etgan xloridlar tuz eritmalari deb ataladi.
Fizik, kimyoviy va texnik iqtisodiy xususiyatlariga ko'ra, sirpanchiqni bartaraf etishda quyidagi muzlamaga qarshi kimyoviy materiallar ishlatiladi. Qattiq holatda osh tuzi sifatidagi natriy xlorid, zichlangan donador kalsiy xlorid, fosforli kalsiy xlorid, zichlangan donador bishafit, tarkibida 85-88% natriy xlor tuzi bo'lgan aralashma yoki silvinit chiqindi tuzlar yoki 12-15% kalsiy xlor yoki bishafit bo'lgan aralashma. Nitrat tuzlar, karbamid, suyuq holatda tabiiy yer osti sun'iy ravishda tayyorlangan yer osti qo'llarda yuzaga keluvchi, sanoat chiqindilaridan hosil bo'luvchi, ishlab chiqarishda ajralib chiquvchi tuz eritmalar. Qishqi sirpanchiqlikka qarshi ishlatish uchun tavsiya etiladigan materiallarning qisqacha tavsifi va ularga qo'yilgan talablar ilova A'da keltirilgan. O'zbekiston Respublikasida asosan konsentratsiyasi 100 gram detsimetr kubni tashkil etuvchi qo'l tuz eritmalari holatidagi tabiiy suyuq xloridlar keng tarqalgan. Atrof muhitga bo'lishi mumkin bo'ladigan salbiy ta'sirini kamaytirish yoki umuman yo'qotish maqsadida xlorid tuzlar saqlash qoidalari, sarflash me'yorlari, ishlar texnologiyasi va 9-bo'limda keltirilgan talablar asosida ishlatilishi kerak. Atrof muhitga bo'ladigan ta'sirning me'yoriy darajasini saqlash uchun fosfat birikmali xloridlar. Bunda fosfat birikmasi metallni korroziyadan saqlaydi va o'g'it vazifasini o'taydi. Shuningdek, kalsiy xlorid, magniy xlorid va boshqa tabiiy ko'p komponentli tuz eritmalari qo'llanilishi maqsadga muvofiq. Havo harorati keskin pasayishi bilan -200 gradusdan past sirpanchiqni bartaraf etish uchun kechikib kirishilganda muzlamaga qarshi sepiladigan materiallar miqdori ortib ketishi mumkin. Qarovsiz holatdagi qalin muz qoplangan qoplamaga xloridlarning sepilishi bilan yo'lning holati yanada yomonlashadi. Yo'l korxonalari uchun muzlamaga qarshi materiallarga bo'lgan yillik ehtiyoj ilova B'da keltirilgan ma'lumotlar asosida hisoblanadi. Ilova B'da keltirilgan 1000 metr kvadrat qoplama yuzasiga to'g'ri keluvchi natriy xlor tuzi, qish mavsumining o'rtacha yillik meteorologik omillari, havo harorati, yog'in miqdorida sirpanchiqni bartaraf etish uchun yetarli miqdorni tashkil etadi. Suyuq xloridga bo'lgan ehtiyojni hisob-kitob qilishda ularning konsentratsiyasini hisobga olish kerak. Qattiq holatdagi xloridlar gidroskopik xususiyatga ega bo'lib, bir oz muddat erimasligi mumkin. Tuzning erish xususiyatini yaxshilash uchun ishlatuvchilar uyum holatida keltirilgan osh tuzi va silvinit chiqindi tuzlarga qo'shimcha sifatida zichlashgan donador kalsiy xlor, fosfat birikmali kalsiy xlor yoki bishafitni 12-15% miqdorda qo'shishlari kerak. Bu kimyoviy moddalar 6.4 bandda keltirilgan texnologiya asosida aralashtirilishi shart. Tuz uyum holida qabul qilinishi bilanoq ishlatilsa, unga qo'shimchalar qo'shish talab etilmaydi. Korroziyani kamaytirish maqsadida xloridlarga birinchi jadvalga asosan ingibitor sifatida fosfatlar qo'shiladi. Fosfat birikmali kalsiy xlorid, nitrat kalsiy birikmasi, zichlashgan donador bishafit, mochevina va magniy xlor tuzlari tarkibiga suyuq ingibitor qo'shiladi. Xloridlar maxsus mashinalar yordamida belgilangan sarf me'yorlarda sepiladi. Eritiladigan muzning xlorid tuz birligiga to'g'ri keluvchi miqdori, kimyoviy modda tarkibi, uning konsentratsiyasi va xloridlarning muzga ta'sir ko'rsatayotgan vaqtdagi havo haroratiga bog'liq. Qattiq holdagi va suyuq holdagi xloridlarni sepishning optimal me'yor ko'rsatkichlari ikkinchi jadvalda keltirilgan. Ular yo'lning 1 metr kvadrat yuzasiga yoqqan 1 millimetr qalinlikdagi yog'inning suvga hisoblanishda yuzaga keladigan sirpanchiqni bartaraf etish sharoitlaridan kelib chiqib hisoblangan holda 1 metr kvadrat yuzaga yoqqan 1 millimetr qalinlikdagi yog'in 1 kilogramm qatlam yoki 1 detsimetr kub suvga teng. Har bir muayyan holat uchun 1 metr kvadrat sirpanchiq yuzaga to'g'ri keluvchi xloridlar miqdori haqiqatda yoqqan yog'in qalinligidan va havo haroratidan kelib chiqib hisoblanadi.
Havo harorati va modda konsentratsiyasining ikkinchi jadvalda keltirilmagan ko'rsatkichlari uchun miqdorlar interpolyatsiya yo'li bilan aniqlanadi. Ikkinchi jadvalda keltirilgan xloridlarning sepilish me'yorlari zichlangan yoki bo'sh qorni qismi tarkibi 20% dan nom holga keluvchi qatlamalar darajasigacha eritiladi. Bunda avval muzlagan qatlam yemiriladi, yangi yoqqan qor esa transport vositalari ta'sirida qotmaydi. Havo harorati o'ta sovuq bo'lmagan sharoitda yomg'ir yog'ishi oqibatida yuzaga kelgan 1-3 mm qalinlikdagi oynasimon qatqaloqli sirpanchiq uchun me'yorlar qatlamni to'la eritishni hisobga olib aniqlangan. Suyuq xloridlardagi tuz konsentratsiyasi asosiy ko'rsatkich hisoblanib, pasport hujjatida bu haqda ma'lumot bo'lmaganda, shuningdek uzoq muddat saqlanganda, yo'l korxonalari yil davomida bir marta ilova V da keltirilgan tezkor usulda tez konsentratsiyasi miqdorini aniqlashlari kerak. Konsentratsiya haqidagi ma'lumotlar sepiladigan tuz eritmalari me'yorlarini va ularni ishlatishdagi havo harorati davomiyligini belgilaydi. Konsentratsiya qancha yuqori bo'lsa, tuz eritmalari sarf me'yori shuncha kam va uni qo'llash havo harorati davomiyligi shuncha uzoq bo'ladi. Sirpanchiqqa qarshi chora-tadbirlarni tuz eritmalarining muzlash haroratidan past haroratda olib borib bo'lmaydi. Turlicha konsentratsiyadagi tuz eritmalarini qo'llashning eng past havo harorati ko'rsatkichlari 3-jadvalda keltirilgan. Muzlagan qor qatlami paydo bo'lishining oldini olish maqsadida ishlar texnologiyasi bo'yicha xloridlar qor yog'ayotgan paytda avtomobillar harakatlanishida qor zichlashib ketmasdan oldin sepiladi. Qor yog'ayotganda xloridlarni sepishni qor yog'ishi boshlanib 20-40 minut o'tgandan so'ng xloridlarni tutib qoluvchi qor qatlami yuzaga kelganda boshlash kerak. Qor yog'ayotganda muzlamaga qarshi kimyoviy materiallarni ikkinchi jadvalda keltirilgan miqdorda sepilishi yog'ayotgan qorning bo'sh holatda bo'lishini ta'minlaydi. Qor qatlami muzlaganda u quyidagi tartibda bartaraf etiladi. Avval qoplamadagi muzlagan qor qatlamiga muzlamaga qarshi materiallar shu turdagi sirpanchiqni bartaraf etish uchun belgilangan me'yorlarda sepiladi. Xloridlar sepilgandan so'ng muzlagan qor qatlami eriguncha va avtomobillar harakati ta'sirida bo'sh holga kelguncha qadar bir muddat, odatda 1-2 soat kutiladi. So'ng muzlagan qor qatlami bo'sh holga kelgandan so'ng qatnov qismidan zudlik bilan tozalab olish tashlanadi. So'ng muzlagan qor qatlami bo'sh holga kelgandan so'ng qatnov qismidan zudlik bilan tozalab olib tashlanadi. Qum-tuz aralashmasining qo'llanilishi. Qish mavsumida uyum holatda saqlanayotgan qum yoki boshqa friksion materiallarga qotib qolmasligi, yuklashda qulay bo'lishi, sepish uchun sochiluvchanligini ta'minlash maqsadida tuz qo'shiladi. Qumga tuz qo'shilishining hisobiga sirpanchiqqa qarshi qum-tuz aralashmasining qo'llanilishi sof xlorid tuzlar ishlatishdagi samarani beradi. Xlorid tuzlar bilan taqqoslanganda qum-tuz aralashmasining ishlatilishi iqtisodiy jihatdan ham samarali hisoblanadi. Shu sababdan sirpanchiqni bartaraf etish ishlarida asosiy e'tiborni eng ilg'or va kam xarajat bo'lgan kimyoviy usulga, mahalliy resurslarni suyuq xloridlarni ishlatishga qaratish kerak. Friksion materiallar sifatida qumdan tashqari mayda qum, mayda shag'al, yonilg'i shlagi, toshko'mir ko'lidan foydalanish mumkin. Bu materiallar quruq, namligi 5% dan ziyod bo'lmagan sochiluvchan holatda ishlatiladi. Aralashma tayyorlash uchun tabiiy yoki tog' jinslarini maydalashda olingan qumdan foydalaniladi. Qum zarralarining eng katta o'lchami 5 mm dan ortmasligi kerak. Tarkibida 50-60% 2-3 mm o'lchamli zarralar bo'lgan qumni ishlatish afzal. Qum tarkibida changsimon zarralar, loyqalar, balchiq va boshqa ifloslantiruvchi aralashmalar miqdori 3% dan ziyod bo'lmasligi kerak. Qum tarkibida tosh va chaqir toshning bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi, chunki yirik o'lchamli tosh zarralari odamlarga jarohat yetkazishi, avtomobillar oynasining sinishiga, taqsimlagich uskunasining buzilishiga olib kelishi mumkin. Shlak va kul tarkibidagi metall parchalari va agressiv kimyoviy moddalar bo'lmasligi kerak.
Kul yo'lni ifloslantirishi, shlak esa osonlik bilan o'qalanishi sababli aholi punktlarida ishlatish tavsiya qilinmaydi. Qumga osh tuzi, silvinit, chiqindi tuzi, bishafit fosfat birikmali kalsiy xlorid kabi tuzlarni qo'shish mumkin. Suyuq xloridlardan esa natriy, kalsiy va magniy xlorid kabi konsentratsiyasi yuqori bo'lgan tuz eritmalarini qumga aralashtirish ham kerakli samarani beradi. Ularning har birini alohida yoki ma'lum bir proporsiyada aralashtirgan holatda ishlatish mumkin. Tuyuntirilgan yoki konsentratsiyasi bo'yicha tuyungan holatda yaqin tuz eritmalaridan foydalanish katta samara beradi. Qum-tuz aralashmasi tarkibidagi tuz 10% dan kam bo'lmasligi kerak. Aralashma tarkibidagi tuz miqdorining oshirilishi bilan sirpanchiqni bartaraf etish ishlarining samaradorligi ortadi. Qumga aralashma sifatida tarkibidagi erigan tuzlar konsentratsiyasi yuqori bo'lgan suyuq xloridlardan foydalanish mumkin. Qumga tuz eritmasini qo'shib aralashtirishda oqib ketmasligi uchun namligi ortib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Qum-tuz aralashmalari qum omborxonalarida aralashma komponentlarini puxta aralashtirgan holda tayyorlanadi. Aralashma yozning quruq, issiq kunlarida yoki kuz mavsumida xizmat ko'rsatilayotgan yo'lda yuzaga keladigan sirpanchiqqa sepiladigan ko'piylik o'rtacha miqdorda tayyorlanishi maqsadga muvofiq. Qum-tuzga bo'lgan o'rtacha yillik ehtiyoj 1000 metr kvadrat qoplama yuzasiga to'g'ri keluvchi xloridlar miqdori. Yo'l korxonasi xizmat ko'rsatadigan yo'l uzunligi va qum-tuz aralashmasini tayyorlash uchun qo'shiladigan tuz miqdoridan kelib chiqib aniqlanadi. Qum-tuz aralashmasini sepish me'yorlarini sirpanchiqning turi, havo harorati, qoplamadagi qor-muz qatlami va aralashmadagi tuz miqdoridan kelib chiqib belgilanadi. Muayyan har bir holat uchun me'yorlar ikkinchi jadvalda keltirilgan ma'lumotlar asosida hisoblanadi. Misol uchun, tarkibida 10% natriy xlor tuzi bo'lgan qum-tuz aralashmasining -80% gradus haroratdagi 1 mm yog'in uchun sarf me'yori 300 gram metr kvadratni tashkil etadi. Agar qumga 20% tuz qo'shilsa, ko'rsatib o'tilgan sharoitlarda sarf me'yori 150 gram metr kvadratga teng bo'ladi. Sement-beton, g'adir-budur, silliq qoplamalar va ko'priklarda sirpanchiqni bartaraf etishning o'ziga xos xususiyatlari. Xlorid tuzlari asfalt-beton qoplamalarga hech qanday zararli ko'rsatmaydi. Xlorid tuz va qum-tuz aralashmalarini havoksizliklantiruvchi qo'shimchalar qo'shilgan sement-beton qorishmalaridan qo'rilgan qoplamalarga dastlabki 1-yilda sirpanchiqqa qarshi material sifatida ishlatish taqiqlanadi. Bunday qoplamalarda sirpanchiqqa qarshi tuz qo'shilmagan friksion materiallardan foydalanish va qor yog'ayotganda uzluksiz tarzda qordan tozalash ishlarini olib borish zarur. Temir-beton va metall ko'priklarda sirpanchiqqa qarshi material sifatida sanoat korxonalari ishlab chiqaradigan fosfat birikmali kalsiy xlor, nitrat kalsiyli mochevina va mochevina tuzlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Qishki sirpanchiqni bartaraf etishda g'adir-budur sirtli qoplamalar qurish samarali chora-tadbirlardan biri bo'lib hisoblanadi. Bunday qoplamalarda yog'ayotgan qor dastlab g'adir-budur sirt botiqlariga tushadi. Botiqlik o'lchamlari 1, 2 va 2,5 mm qumli dog' usuli bilan aniqlangan bo'lgan qoplamalarda mos ravishda yog'in qalinligi 0,5, 1 va 1,25 mm bo'lganda sirpanchiqqa qarshi chora-tadbirlar ko'rish talab qilinmaydi. Agar yog'ayotgan yog'in miqdori g'adir-budur sirt botiqlarini qoplovchi qor miqdoridan ko'p bo'lsa, u holda yuzaga keladigan sirpanchiqni bartaraf etishni kechroq, g'adir-budur sirti bo'lmagan qoplamalarga qaraganda, ya'ni botiqliklar qor bilan qoplaguncha qadar ketadigan vaqt o'tgandan so'ng boshlash kerak. Bu vaqt orasida sirpanchiqni paydo bo'lishi sekinlashadi. Silliq qoplamalar o'rtacha botiqlik 0,3 mm bo'lgan g'adir-budur sirtda yuzaga keladigan oynasimon yupqa muz qatlami ko'rinishidagi sirpanchiqqa qarshi kalsiy xlorid va magniy xlorid tuzlari ishlatishga ruxsat etilmaydi. Yupqa muz qatlamiga sepiladigan bu tuzlar muzlamani eritish natijasida
hosil bo'ladigan eritmalashish koeffitsiyentini ruxsat etilgan darajadan kamaytirib yuboradi hamda natriy xlorid tuziga nisbatan bu tuzlar sekin kiruvchanligi sababli yo'ldagi sirpanchiqning davrini uzaytirib yuboradi. Silliq yuzali yo'l qoplamalarida paydo bo'ladigan yupqa sirpanchiq qatlam silvinit chiqindi tuzlari natriy xlor osh tuzi yoki qum tuz aralashmasi yordamida bartaraf etiladi. G'adir-budir yuza botiqligi 0,3 mm dan kichik bo'lgan yo'l qoplamalarida barcha turdagi muzlamaga qarshi materiallar ishlatilishi mumkin. Qishqi sirpanchiqni bartaraf etish ishlarini tashkil etish. Muzlamaga qarshi materiallar va ingibitorlar markazlashgan tarzda joylardagi moddiy texnik ta'minot boshqarmalariga yetkazib beriladi. Materiallarni texnik iqtisodiy tahlilga asosan sirpanchiqqa qarshi tadbirlar o'tkaziladigan davrdagi havo haroratini hisobga olgan holda tanlab olish kerak. Suyuq xloridlar sanoat chiqindilari hisoblanib, ta'minotchi va iste'molchi o'rtasida tuziladigan shartnoma asosida ta'minotchi tomonidan yetkazib beriladi. Yer osti tuz eritmalari burg'ulangan quduqlardan olinib, ularni rahbariyat bilan o'zaro kelishgan holda tashib keltiriladi. Kulda yuzaga keladigan tuz eritmalari iste'molchi korxona tomonidan olib ketiladi. Tuz eritmalarining burg'ulangan quduqlardan olinishi iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Tuz eritmalari olinadigan quduqlarni maxsus tashkilotlar shartnoma asosida loyihalaydilar va burg'ulab tayyorlaydilar. Muzlamaga qarshi materiallar me'yorlarini to'g'ri belgilash uchun ularning tarkibi va konsistensiyasini bilish kerak. Qattiq holdagi xloridlar, shuningdek, sanoat korxonalaridan va chuqur quduqlardan olinadigan tuz eritmalari uchun bunday ma'lumotlar ularning texnik pasportlaridan olinadi. Pasportda bunday ma'lumotlar bo'lmagan taqdirda, masalan, qo'ldan olingan tuz eritmalari uchun tuz eritmalarining namunasi olinib kimyoviy laboratoriyaga yuboriladi. Qattiq holdagi kalsiy xlorid, fosfat birikmali kalsiy xlorid, bishafit, NKM tuzlari namlikni o'ziga tez shimib olish xususiyatiga ega. Bu tuzlar joylashtirilgan va saqlanayotgan polietilen qoplarining yirtilishga yo'l qo'ymasligi kerak. Ta'minotchi korxonalardan har bir guruh materiallar sinchiklab tekshirib olinishi zarur. Yirtilgan qoplardagi tuz birinchi navbatda ishlatilishi yoki boshqa zich yopiladigan idishlarga joylashtirilishi kerak. Uyum holatda qotgan aralashma quyidagicha tayyorlanadi. Qattiq qoplamali ochiq maydonchaga tuz, osh tuzi yoki silvinit chiqindi tuz 15-20 cm qalinlikda bir tekisda yozib chiqiladi. Ustidan mumkin qadar bir tekisda zichlangan donador bo'laklangan kalsiy xlorid, fosfat birikmali kalsiy xlorid yoki bishafit kimyoviy moddasi, shuningdek 3.8 bandda keltirilgan ingibitorlardan biri qo'shiladi. Shundan keyin ushbu komponentlar buldozer yoki boshqa mashina mexanizmlar bilan obdon aralashtiriladi. Qum-tuz aralashmasi qum yoki boshqa friksion materiallarni qattiq holdagi tuzlar bilan yoki yuqori konsentratsiyali suyuq xloridlarni purkash bilan aralashtirib tayyorlanadi. Komponentlar 6.4 bandda keltirilgan tartibda aralashtiriladi. Aralashma yilning issiq va quruq kunlarida tayyorlanadi. Aralashma sifatini tekshirish uchun olinadigan namunani chuchuk suv quyilgan idishga solishdan oldin og'irligi o'lchab olinadi. Suv va qum-tuz aralashmasi 1:1 nisbatda olinadi. Bunda suv havo haroratida bo'lishi kerak. Tuz eritmasi tayyor bo'lgandan so'ng konsentratsiyasi ilova Vda keltirilgan tezkor usulda aniqlanadi. Konsentratsiyaning o'rtacha ko'rsatkichi 3 yoki 5 joydan olingan namunalarni sinovdan o'tkazish orqali aniqlanadi. Qum tarkibidagi tuz miqdori ko'rsatib o'tilgan usul bilan qish boshlanganda zarur hollarda sirpanchiqni bartaraf etish davrida ham aniqlanadi. Sirpanchiqqa qarshi ishlarni boshlashdan avval xloridlarning sarf miqdorini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni olish kerak. Bunday ma'lumotlar sirasiga havo harorati va yog'in miqdori haqidagi ma'lumotlar kiradi. Xloridlar sepilayotgan paytda havo harorati tezkor termometr, yoqqan yog'in miqdori esa meteo maydonchada o'rnatilgan yog'in o'lchagich yordamida aniqlanadi.
Media maydonchada yog'ayotgan yog'in vaqtincha kuzatilayotganda yo'l qoplamasining 1 metr kvadrat yuzasiga to'g'ri keladigan qor-muz qatlami miqdori quyidagicha aniqlanadi. Shtangit-surkul yoki metall lineyka yordamida yo'ldagi yoqqan qor yoki muzlagan qatlamning xarakterli 5 joydan o'lchovlar olinib, o'rtachasi hisoblanadi. So'ng qatlamning zichligi olingan namunalarning buzilmagan holatida texnik tarozida o'lchab aniqlanadi. Namunaning og'irligini aniqlashdan oldin uning tomonlari o'lchami asosida hajmi hisoblanadi. Namuna massaning hajmiga bo'lgan nisbati qatlamning zichligini ko'rsatadi. Izoh: qishki sirpanchiqni bartaraf etishning iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lgan muddatlari qish mavsumining davomiyligini, muzlamalar yuzaga kelish siklini, qor yog'ishlar sonini hisobga olgan holda aniqlangan. Qatlamning o'rtacha qalinligini uning zichligiga ko'paytirish bilan yoqqan yog'inning suv ustuni millimetrlardagi o'lchangan miqdori aniqlanadi. Sirpanchiqni bartaraf etish ishlari reja asosida yo'llarning ahamiyati, yo'llardan foydalanish korxonasida mavjud bo'lgan mashina mexanizmlarini hisobga olgan holda olib boriladi. Sirpanchiqni bartaraf etish muddatlarini belgilashda iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq bo'lgan muddatlarni belgilash va ishlarni bajarishda shu muddatlarga qat'iy amal qilish kerak. Qishki sirpanchiqni bartaraf etishning iqtisodiy jihatdan asoslangan muddatlarini belgilashning mezoni sifatida sirpanchiqni bartaraf etish muddatini qisqartirish hisobiga transport vositalari o'rtacha tezligining oshishi va avtohalokatlarning kamayishi bilan bog'liq eng kam xarajatlar, shuningdek, sirpanchiqni qisqa muddatlarda bartaraf etish uchun sarflangan xarajatlar asos qilib olingan. Muzlamaga qarshi materiallar saqlanadigan bazalar orasidagi masofa sirpanchiqqa qarshi olib boriladigan uslubdan kelib chiqib belgilanadi. Bazalar orasidagi masofa qishki qarov ishlarini olib borayotgan yo'l xizmati bo'linmasida mavjud bo'lgan sepuvchi mashinalar soni va sirpanchiqni bartaraf etishning iqtisodiy qulay muddatlari bilan bevosita bog'liq. Muzlamaga qarshi materiallar bazalarni joylashtirishda ularning oralig'i uchun ilova dida keltirilgan iqtisodiy jihatdan samarali bo'lgan oraliq masofalarni olish kerak. Ilovada sirpanchiqni bartaraf etishning turli muddatlari uchun zarur bo'ladigan sepuvchi mashinalar soni keltirilgan. Yo'l qoplamasidagi sirpanchiqni bartaraf etishda materiallarni bir tekisda sepilishini ta'minlash muzlamaga qarshi materiallarni maxsus sepuvchi mashinalar bilan amalga oshiriladi. Hozirda turli bazaviy shassilarga ulanuvchi sepuvchi mashinalar seriyali ravishda ishlab chiqarilmoqda. Materiallarni sepishda belgilangan me'yorni ta'minlash uchun mashina bir xil tezlikda harakatlanishi kerak. Tezlikning o'zgarishi bilan sarf miqdori o'zgaradi. Sepishning eng kam me'yorlariga mashinaning eng yuqori tezligi erishiladi. Qum-tuz aralashmasini uyum holida 9.6 bandda keltirilgan ko'rsatmalarga amal qilgan holda saqlash kerak. Boshqa barcha muzlamaga qarshi kimyoviy materiallar maxsus omborxonalarda saqlanishi kerak. Suyuq xloridlar, suyuqliklarni saqlash uchun yaroqli bo'lgan tuz eritmalari omborxonalarida saqlanishi kerak. Qattiq holdagi xloridlar va tuz eritmalari omborxonalari turlicha hajm va tipda bo'lishi mumkin. Giprodarniy tomonidan ishlab chiqilgan namunaviy loyihalar asosida qurilgan mexanizatsiyalashgan omborxonalar yuqoridagi barcha talablarga javob beradi. 4 xil tipdagi baza loyihasi ishlab chiqilgan. 503-7-4.83 seriyadagi namunaviy loyiha bo'yicha sig'imi 320 tonna bo'lgan sirpanchiqqa qarshi qattiq kimyoviy materiallarni tayyorlash bazasi. Birinchi tip. 503-7-3.83 seriyadagi namunaviy loyiha bo'yicha sig'imi 180 metr kub bo'lgan suyuq holdagi muzlamaga qarshi materiallarni tayyorlash bazasi. Ikkinchi tip. 503-7-5.83 seriyadagi namunaviy loyiha bo'yicha sig'imi 500 tonna bo'lgan qattiq holdagi muzlamaga qarshi materiallarni tayyorlash bazasi. Uchinchi tip.
503.7.6.83 seriyadagi namunaviy loyiha bo'yicha sig'imi 100 tonna qattiq holdagi va 60 metr kub suyuq holdagi muzlamaga qarshi materiallarni saqlash va tarqatish omborxonasi. Suyuq xloridlarni saqlash uchun eng yengil va arzon bo'lgan omborxonani qazilgan chuqur havzaga suv o'tkazmaydigan ekran sifatida polixlorvinil plyonka to'shash bilan qurish mumkin. Bunday tuz eritmalari omborxonasining tavsifi va sxemasi ilova G da keltirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.